Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bu mening yangi kanalim, ya'ni men sizlar bilan TSV Master Uz do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Garo'ni eng oson kombolarini o'rgatamiz do'stlar. Bu kanalni yangi ochdim, obunachilar endi bu gal post joylaganini faqat 2 kishi ovoz beribdi. Rahmat 2 kishi uchun ham. Xo'sh do'stlar, nima ham deymiz? Video sizlarga yoqsa like va obuna bosib tashlaylik. Keyingi qaysi personajda easy combo qilishlarni o'rgatib beraman do'stlarim. Xo'sh, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Demak, sizlarga Garo'ni qanday combo oson kombolarini, eng osonlarini o'rgataman do'stlar sizlar uchun. Obunani bosib qo'yinglar va like ni bosinglar. Qani bo'lmasam boshladik. Ko'p gapirib o'tirmayman do'stlar, sizlarning vaqtingizni olmayman. Xo'sh, birinchi bo'lib, musht degan joyga 3 marta urasizlar. Keyin bir raqamni bosasizlar. Shundan keyin borib 3-raqamni bosib, keyin mana bu niziga o'xshagan joyda bosib, 3 marta urib va 2-raqamni bosasizlar. Xo'sh, do'stlar, bu juda ham oddiy, hatto yangi o'yinchilar ham biladi bu narsani. Hozir sizlarga men boshidan o'rgataman. Hozir shunday mana qolay, uzra obunachilar, ko'rib qoldi klaviaturam. Hozir. Shunda to'g'rilab olay obunachilar, sal lag bo'lib qoldi. Hozir. Do'stlar, sizlarga ko'rsataman, hozir buni joni kam qolibdi ekan do'stlar, boshqatdan yangisini qilamiz do'stlar. Shuni ana qilib olay, bo'lmasam do'stlarim. Bo'lmasam ana qilib tashlay, bo'lmasam o'ldirib tashlay qolay buni. Xo'p. Hozir. Qaranglar, hozir sizlarga normalnisini o'rgataman. To'xtanglar, boshidan o'rgataman. Hozir boyagi mushtni 3 marta bosasizlar obunachilar. Qaranglar, qarab turinglar mana. Mana bu qaranglar, bu yoqda 1 2 3 bor. Birinchi bu 1 bosasizlar 3 marta urib. Bosganinglardan keyin 3 ta bosasizlar, keyin mana bu niziga o'xshagan joyda bosasizlar. Mushtni tayyorlang, keyin 3 marta urasizlar va ikkini bosasizlar. Bu juda ham oddiy kombo obunachilar. Bu hatto yangi kirgan o'yinchi nooblar ham biladi do'stlar. O'ynashni bilmaydiganlar o'rganib olishi mumkin. Xo'sh, komboim shundan iborat edi do'stlar. Xullas, sizlarga kombo yoqdi degan umiddaman. Ertaga, ya'ni post joylayman, ya'ni hozir 1 soatmi 2 soatdan keyin postda kim ko'p ovoz yig'ishdan o'ynaymiz do'stlar. Qaysi charasida qilamiz, o'shanga bog'liq obunachilar. Xullas, videomiz tugadi obunachilar. Sizlar bilan men TSV Master Uz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz inshaalloh. Mayli.